Farzandni naqadar ulug' ne'matligi, uni ta'lim tarbiyasiga ota-onalar mas'ulligi haqida shu Alloh taolo bizga Qur'on azim shanda ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro. Ey iymon keltirgan kimsalar, o'zlaringizni va bola chaqalaringizni otash do'zaxdan saqlanglar. Shu faqat o'zlaringiz demadi. Faqat o'zlaringiz demadi. Shu oyatni tafsirida o'sha buyuk mufassirlardan Imom Mujohid aytgan ekanlarki, bu oyat shunday tafsir qilgan ekanlarda. Ya'ni o'zlaringizni va farzandlaringizni odob axloqli qilib tarbiya qilinglar deb ham tafsir qilgan ekanlar Imom Mujohid. Shunday deb mana shu do'zaxdan saqlash bo'ladi. Shu bilan do'zaxdan saqlangan bo'lasizlar degan ekanlarda. Endi haqiqatda bugun har xil yot illatlar kirib kelyapti. Shular orasida shu ommaviy madaniyat degan bir illat ham kirib keldi. Endi buni tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bu o'tgan asrning o'rtalarida G'arbda, ya'ni Yevropada paydo bo'lgan narsa bu. Buni o'sha fanda pop kultura deb atashgan. O'zi aslida bu madaniyat emas. Bu madaniyat kushandasi, ya'ni madaniyatsizlik. Lekin ba'zilar hatto olomon madaniyat ham deb ta'rifladi. Shunaqa ham deydi. Endi bu ilm fanda o'sha antikultura yoki madaniyatsizlik degan tushuncha yo'qligi uchun buni qo'sh tirnoq ichida ommaviy madaniyat deb nom berishgan. Lekin aslida u madaniyatsizlik hisoblanadi. Ya'ni bu g'oyani targ'ibotchilariga ko'ra shunday bir tushuncha borki, ya'ni inson faqat o'zini yaxshi ko'rish kerak, faqat o'zini manfaatlarini o'ylash kerak. Uni masalan hech qanaqa diniy yoki milliy qadriyatlar degan narsalarda e'tibori yo'q. Ya'ni odob axloq, masalan bir milliylik yoki milliy mentalitet deymiz, masalan urf-odat, mana qadriyat. Ya'ni inson ko'ngliga nima siqsa, nimani xohlasa, shuni qilaverishi ular uchun bir normal holat hisoblanadi. Bu narsa hatto G'arbda o'zida ham tanqidga uchragan, lekin afsus buni targ'ibotchilari bugun ko'payib boryapti. Endi shu narsa afsuski mana musulmon o'lkalariga, hatto mana bizning diyorlarga ham kirib keldi. Demak, buni ko'rinishini bular shu yo'l bilan tarqatishadiki, birinchi navbatda ommaviy axborot vositalari orqali. Mana turli xil o'sha chetdan kirib kelayotgan seriallar, o'sha seriallarda o'sha serial qahramonlarini kiyinishi, xatti-harakatlari yoki o'sha yerdagi voqealar asta-sekin insonlarning ongiga singdirib boriladi-da. Masalan, bir erkak yo bir yigit begona erkakni ayoli bilan ishqiy munosabatda bo'lishi masalan oddiy hol qilib ko'rsatiladi, masalan. Yoki u yerdagi kiyinishlar, masalan, yoki yoshlarni ota-onaga qilayotgan munosabatlari, yoki aka-uka, opa-singillarga qilayotgan munosabatlari oddiy hol qilib ko'rsatiladi-da. Shu narsa tomoshabinda demak shunaqasi ham bo'lar ekan degan narsani paydo qiladi. Shular ham bir oddiy hol qilib ko'rsatiladi. Bu narsani qarang, buni ustida ham kuchli psixologlar ishlagan ekanda ustoz. Ular dastlab yosh avlod vakillari uchun chiqarar ekan. Shunaqangi liboslarni yoki shunaqa nimalarni g'ayritabiiy bo'lgan tashqi ko'rinishlarni. Demak, bizni azaldan shakllangan qadriyatlarimiz bor, mentalitetimiz bor, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz bor. Bularga zid-ku bu narsa. Ko'p oilalardagi mana domla ham o'zlari guvohlar, mana fatvo markaziga ham ustoz mana kelayotgan o'sha oilaviy nizolarning ichida ko'p holatlarda shu ham sabab bo'lyapti-da. Shunday. O'sha kelinning tashqi ko'rinishi yoki o'sha xatti-harakatlari, masalan, qilayotgan qiliqlari qaynoqaynataga yoqmaganligi uchun yashaytirmayman deyapti. Yoki aksincha kuyov, hali aytganimizdek mos emas, shu ham sabab bo'lyapti. Ya'ni bir so'z bilan aytganda ular insonni shunaqa xudbin qilib qo'yyaptiki, u faqat o'zini o'ylaydi. Uning uchun o'zi eng buyuk shaxs hisoblanadi-da, ko'ngliga nima xohlasa shuni qiladi. Eng asosiy joyi shu. Ya'ni ko'ngliga kelganini. Endi hamma narsada me'yor bo'lishi kerak, ustoz bilasiz. Hamma narsaning chegarasi bor. O'sha Bejizga G'azal mulkini sultoni Alisher Navoiy hazratlarining bir hikmatli nimalari bor-ku. Oldiga qo'yilgan har narsani yemoq hayvon ishi, ko'ngliga kelgan har narsani demak nodon ishi. Demak, har bir narsada chegara bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bu chegarani bular buzyapti-da. Nimani xohlasam o'sha narsani yeyishim mumkin deyapti, masalan. Ya'ni halol harom degan tushunchani o'zi yo'q. Nimani xohlasam shuni kiyishim mumkin deyapti. Qanday musiqani eshitgim kelsa, o'shani eshitishim mumkin deyapti, masalan.
yoki nimani xohlasam shuni gapirishim mumkin deyapti, nima ishni xohlasam shuni qilishim mumkin deyapti. Shuni hisobiga mana ko'cha-ko'ylarda ham ko'ryapmiz. Hatto masalan tavba qildim, bir har xil uy hayvonlarini shakliga kirib olib, tuppa-tuzuk yosh o'g'il-qizlarimiz, astag'firulloh, ko'cha-ko'ylarda kimdir mushuk bo'lib oladi, kimdir kuchuk bo'lib oladi, kimdir maymun bo'lib oladi. Shuni shakliga kirib olib, masalan, ko'cha-ko'ylarda shunaqa qilib to'rayoqlab yuribdi, masalan, o'zini hayvonga o'xshatib. Shuni ham normal qabul qilyapti-da, masalan. Demak, shunaqa bir salbiy oqibatlari, endi xatarlari juda ham ulamolar endi sanab o'tishgan. Biz endi qisqaroq gapiryapmiz. Bir so'z bilan aytganda, biz bugun ota-onalar bu narsaga befarq bo'lib, bir e'tibor qilmaydigan bo'lsa, ertaga so'nggi pushaymon o'zimizga dushman bo'lishi mumkin. Mana domla aytdilar, bu farzand oppoq varaq bamisoli. Bunga nimani tissa, demak, ertaga o'shanga qarab natija ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni hozir shunday bir davrda yashayapmizki, farzandlarni nazoratsiz qoldirish mutlaqo mumkin emas. Chunki mana ko'ryapmiz, har xil xatarlar ko'p. Shuning uchun mana telefonda masalan u kim bilan do'stlashyapti, bir kontaktlarni qarab yoki mana ijtimoiy tarmoqlarda, mana Telegram deymiz, Instagram, masalan Facebookdagi uni o'sha do'stlari kimlar, qanaqa saytlarga kiryapti u, nimalarni o'qiyapti, nimalarni kuzatyapti, nimalarga like bosyapti, nimani masalan ulashyapti podelitsiya qilib, yoki kimlar bilan masalan izohlarda yozishyapti, dunyoqarash qayerga qarab ketyapti. Shu har bir ota-ona buni nazorat qilmasa, ertaga kech bo'ladi. Bedizga o'sha innal g'usuna idza qawwamtaha i'tadalat va lan yalina idza qawwamtaha khashabu deb farzandlarni bir navniholga o'xshatilganki, bir yosh navnihol agar qiyshayib qolsa, bir to'g'ri yog'ochga baylab, uni to'g'rilab o'stirsangiz, parvo qilib tursangiz, ertaga u to'g'ri bo'lib o'sadi. To'g'ri qoladi. Agar o'z holiga tashlab qo'ysangiz, ertaga u daraxt bo'lsa, endi uni to'g'rilay olmaysiz endi. Qotib qoladi. Endi uni aralashdan boshqa chora qolmaydi. Farzand ham o'sha navniholda singari. Uni yoshligida to'g'rilab qo'ymasang, ertaga daraxt bo'lgandan keyin kech bo'ladi endi deyaptilar-da. Shuning uchun bu kelajagimiz bo'lgan farzandlarimizni albatta ta'lim tarbiyasiga biz ota-onalar jiddiy mas'ul, xosatan bu aytilgan shunaqa g'arbdan kirib kelayotgan ommaviy madaniyat kabi salbiy illatlardan saqlashimiz lozim bo'ladi.